Assalamu alaykum. Bütün dünyadaki barlıq anlıqçılar bugün cuma gündən faydalanıb şu dünyadaki iqtisad sahasida nəhayət köp qəbul qılınğan bir düşüncə, yəni inglizcədəki gross domestic product GDP degan uqumni bir qur tushuntirib o'tay deb o'yladim. Buni Uyg'urchada GDP deb oldim. Buning ma'nosi nima deganda şu umumiy yerlik mahsulot, ya'ni GDP degan ma'lum davlatning iqtisodiy faoliyatlarini o'lcharlaydigan bir qimmat bo'lib, ma'lum vaqt ichida mazkur davlatning barliq mollarining bozor qimmati yoki baholari va yaratgan mulozimatlarninki yig'indi so'mini bildiradigan bir son hamda bir. Ama İngilizce'de iniqlamasını berdigan bo'lsak, the gross domestic product measures the value of economic activity within a country. Strictly defined, GDP is the sum of the market values or prices of all final goods and services produced in an economy during a period of time. Bu yerda hozir shu xalqarada umuman aytgan chaqda bir davlatninki shu boyligini mo'lcharlashda, dunyo iqtisodi qaysi o'rinda turadiganligini mo'lcharlashda shu GDP degan sonni ishlatadi. Endi yana bu GDP degan son bo'lg'achqa men bu yerda Uyg'urchada shu sonlarninki qandoq o'qilishini bir oldi bilan bir qani bir takrorlab o'taydi. Endi Uyg'urchada 1000 ni 1000 deymiz. 10,000 10,000. 100,000 100,000. 1 million 1 milyon. 10 million 10 milyon. 100 million 100 milyon. Bunun çoğun sanlığa kelsak 1 billion 1 milyar yoki 1 bilyon deb o'qisak bo'laveradi. 10 billion 10 milyar. 100 billion 100 milyar. 1 trillion 1 trilyon. Endi trilyondan cho'ng sonlarmi bor, lekin bu yerda uningki birliklarini deb jumayman. Chunki bu pullar kelgan chaqda trilyon degan hozircha yeterlik bo'lyapti. Uni tövendeki GDP'nin sonlarini ko'rganda bilamiz. Endi shu bütün dünyadaki barliq davlatlarninki GDP'nin sonini men bu torbetdan oldim. Mana torbetda shu bütün dünyadaki hamma davlatlarninki şu 2018 yılı ve 2017 yıldaki şu GDP so'mlarini bir yerga chiqarib qo'yibdi. Bu yerda Amerika dollari bo'yicha olgan. Men bu yerda buni sizlar ko'rish uchun men bu yerdagi sonlarni bir oldidan ko'chirib olay. Bunlar istamış yerda bir cami 200 devlet varken 200 devletninki bu sonlarini Excel'de ko'chirib olay, ko'chirib olib, endi Excel'ning bir yangi betni ochma, ichib mega ko'chirma. Ko'chirib olgandan keyin bu yerda nurg'un sonlar menga ehtiyoj emas. Shuning uchun men faqat shu last degani shu amaliyotda 2018 yildagi GDP qiymatlari. Olganlarni men o'chirib yetib turay, ishni osonlashtirish uchun. Shu vaqtda bu last degan so'z ham o'tgan yilni bildirdi. Shu vaqtda 2018 yildagi GDP. Bu yerda men yana bir narsani qilay bu yerda. Meyaga bir qurni kirgizib, amma meyaga shu 2018 yildagi bütün dunyoninki umumiy GDP'sini bir kirgizib qo'yay.
Mana shu vaqtida mau trillion bo'yicha o'qadigan bo'lsak, mau butun dunyodagi umum GDP'si 118 trillion Amerika dollari ekan. Çünkü mani bir kızartıp sal yoğan köstey meyege umumi deb yozib qo'yay. İngilizce total. Şu vaqt şu bo'ldi. Endi nima qilmaymiz degan chaqda ma sonlarni bir qo'l ko'rib o'taylik. Meyada birinchi o'rinda turdig'ini ma Amerika. Amerika'nınki GDP'si 2018 GDP'si 20 trilyon. Avrupa Birleşmesi'ninki 18,7 trilyon. Qolganlar shu bo'yicha kelgan. Shuningga Yaponiyaning, Germaniyaning hammasini kelib ketgan. Men meyada endi mau bugungi tushuntirmoqchi bo'lgan mazmunda ma Avrupa Birleşmesi'ninkini chiqarib o'tib turay. Buni chiqarib o'tdim. Shu vaqtda shu ba davlatlarning mujrat bo'yicha bo'ldi. Umuman bu yerda 198 davlat berdi. Shu vaqtda 198 davlat. Endi bu yerda men qanday qilmayman degan chaqda shu dünyadaki aldığın orunda GDP'ye nispeten yetken çağda aldığın orunda turduğun 20 devlette meyye kalaydı. Türkiye'nin bunun için 47'deki ya Şvitsariye'nin bir yere girdik ya bunu ben bir yere küçürüp şimdi meyye koyayım. Bunu top 20 devlet kalaydı. Bir devletin ki var GDP'lerine. Andın meyege men qaysi devletden almaya degende G7 degen yani G7 İngilizce'deki G7 devletten dünyadaki en bay olan devletlerinin 7 devlet. Ötkende Fransa'ya jığını açtı şu devletler. Bunların içinde Amerika var, Japonya var, Germanya var, Anglia var, andın Fransa var, İtalya var, yine Belçika 4, 5, 6 yani bir devlet kelib qoldi. O bir devlet ne degan chaqda mana qarab baqsak Kanada mana. Kanada bu 7 devlet keldi. 7 devletninki GDP'ler qanday bo'ldi deganda maya qilib ko'chirdigan bo'lsak, bularning GDP'leri nega chiqdi. Xo'sh. Endi mishadan bir qancha hukmlarni tushuntirib o'tay deyman. Mana mao degan butun dunyodagi barliq davlatlarninki GDP'ning yig'indisi bo'ldi. Şu vaqtda agar men shu 20 davlatninki GDP'sini yig'indisini hisoblaydigan bo'lsam, mana nimaga kelib, mana yig'indisini oldigan bo'lsak, mana meyada bu 20 davlatninki jami bu jami GDP'si 68 trilyon dollar. Şu vaqtda men bu bütün dünya iqtisodinin qancha % egalleydi degan chaqda men bu songa ekilib ma'u umumiy GDP'ni bölümü. Bilgan chaqda mana ma son chiqdi. O'tanglar men bir narsani bilib ketay. Ma chiqdi men ma sonni yo'qotib beray shu ini qaraq ko'rganda. Buni yo'qotib qizil qilma, ma'ni men %ga o'zgartirdim. %ga o'zgartgandan keyin bu nimani bildirdi deganda shu dunyodagi 20 davlat, 20 boy davlat butun dunyo iqtisodininki 80% egallaydi. 80% sal ortiqroq egallaydi degan gap. Endi G7 davlatga kelsak-chu. G7 davlat keladigan bo'lsak, shuni o'xshashli bu yerda hisoblaymiz. Ham bu yerda buni qaytadan nim qilish uchun hojat yo'q. Mega ekilib, ma'ni ekilib mega kopiya qilib solsam bu yerda masan chiqdi, ma'ning kasalli nimasi bor ekan to'xtanglar bu. Buni men o'ngishvatdim. Buningda nimani bildi deganda shu G7 davlat, ya'ni shu Amerika Qo'shma Shtatlari, Yaponiya, Germaniya, Angliya, Fransiya, İtalya, Kanadadan iborat shu 7 davlatninki umumiy GDP'si
38 bütün 19 trilyonga teng bo'lib, bu butun dunyo iqtisodiningki 45 bütün 14% egallaydi deydi. 50%lik iqtisodni mana shu 7 davlat egallaydi degan gap chiqdi. Nima? Endi yana bir uqumni sizlarga tushuntirib. Endi meyaga men nimani urma degan chaqda bu yerga shu all other countries deymiz. Bu yuqorqi 20 davlatdan boshqa barliq davlatlar, o yana 100 shu 80 ga yaqin davlatning 180 ga yaqin davlatlarning hammasini yig'ib kelgan chaq qancha bo'ldi deganda men masandin umumiy GDP'den debitime 20 davlatniki GDP'si. Şu vaqt qanday bo'ldi deganda buni yo'qotaylik. Mana shu 20 davlatdan boshqa barliq davlatlarningki umumiy GDP'si around 17 trillyonga keldi. Bu 17 trilyon qancha persentlik tang bo'ldi degan chaqda ma'ningdan ekilib biz yana shu umumiy xalqaro umumiy GDP'ni shu vaqtda masan chiqdi. Buni persentlik aylantirib o'tadigan bo'lsak, mayda ko'ramiz. Mana 19,9%, yani 20% ketmeydi. Demek şu 180 ga yaqin davlatning bütün dünya iqtisodiy egalligini faqat 20% ketmeydi. Shuning uchun meyada bir tengsizliklar bor albatta. Demek boy davlatlar, mana boy davlatlarni ko'rdik, mana meyada dunyoning 20 boy davlat dunyoning 80% iqtisodini egallab ketgan. Mishada yana bir narsani deb o'tay. Endi bu yerda shu 20 boy davlatni qaraydigan bo'lsak, buningda sanab ko'radigan bo'lsak, Amerika Qo'shma Shtatlari, Xitoy, Yapon, Germaniya, Angliya, Fransiya, Hindiston, Italiya, Brazil, Kanada, Rossiya, Janubiy Koreya, Avstraliya, Ispaniya, Mexico, Indoneziya, Gollandiya, Saudiya Arabiston, Turkiya, Shveysariya. Bu shu 20 davlatga keldi. Buning ichida ko'rib boqaylik. Buning ichida bir sotsialist davlat deb oldiganlarimiz, masalan, Xitoyni. Xitoyning sonini chiqarib o'tgan bo'lsak. Endiki yana bir sotsialist davlat bor, ya Rossiyaning sotsialist davlatidan chiqarib o'taylik deb qolaylik. Endi uning qo'shib biz shu Xitoylarni ancha-muncha qo'llab qo'ydigan ma Arabistonni mi chiqarib o'taylik. Shu vaqtda bu qolgan davlatlar, ya'ni ma o qolgan davlatlar asosan hammasi shu kapitalist demokratik davlatlar qoldi bu yerda. Shu vaqtda demak demokratik davlatlar ninki umumiy GDP'si mana 52,5 trilyonga borgan bo'lib, bular butun dunyo iqtisodiniki 61%, 61,5% ekni egallaydi. Demak, demokratik davlatlar yanada kuchli qoldi. Shuning uchun bu sonlarni biroq bilib qo'yishni o'rgandim. Yana bir qancha qonunni qaytarib o'taylik. Mana men 20 davlatning ichidan o'zim xohlagan chiqarib aytganim yo'q. 20 davlat 80% iqtisodni egallaydi degan bir yerda turaversin. Hamda o'tganda masalan ma'volik Jenevada shu kishilik huquq nimasi oshgan chaqda u 22 taraqqilangan davlat Uyg'urlarni qo'llab Xitoyga qarshi bir parcha xat yozgan. Uning oqidanla 37 dak davlat uni Xitoyga yon besib, yani bir qayt xatni yozgan. Ama u 22 davlatningki, u 22 davlatlar mana mushlarning ichida. Bularning ichida faqatla birli davlat. Ne qarab chiqaylar. Bu taraqqilangan davlatlarning ichida faqatla birli davlat, ya'ni Saudiya Arabiston Xitoyni qo'llab xat qo'l qo'ygan.
Қалған devletlerinin 22 devletlerinin hammasi degidek şu dünyadaki ilgar devletlerinin qatarı. Şunun için iqtisat nuqsida aytgan chaqda bir muhim bir fuqum. Bunu bilip qo'yish to'g'ri. Endi qolgan haligi 37 devletning ichidagi 36si qayerga kirdi deganda mavu kambag'al devletlar qatori kirdi. Ya'ni ular mega kirdi. Ular 180 ga yaqin taraqqiyotgan devletlar. Ularninki GDP'leri ma tövendeki yerlerdeki oldu. Mesela Zambiya'dayız, Yemen'deyimiz bulana ait töven nemelerde ama astık taraftan kör vakın. Bu hukum müşahis düşündürey. Hem de yeni bir nesne nemini düşündürütme diyende torda aktırıcılık ait bir kızıkarlık bir Amerika harisini tepki çıktı. Bir yerde nemini gösterdi diyende kendisi küçüklüğü bunu. Bana müşahede Amerika'daki şu 50 ştat ne? 50 ştatın ki öz aldık boğan GDP'ni dünyadaki devletlerden seçiyor. Mesela bana harita qarayılgan bolsak, mana Kaliforniya degan Amerika için GDP'si en yuqori bir ştat. O ştatninki şu bir ştatning GDP'si Angliyaniki bilan teng. Endi kichikroq mesela Amerikada GDP'si biraz tövenroq bir ştatlarni qaraymiz. Mesela Utah ştatini qaraydigan bolsak, Utah ştatninki GDP mahsuloti mana butun Qozog'istonga teng bo'ldi. Şunun o'xshash. Mavo meyadaki Texas ştatı. Texas mı Amerika'da GDP'si yuqori bir ştat. Bununki jami bir bütün 173 trilyon Amerika doları qilamiz vaka. Bular şu bir Texas ştatınki GDP'si bütün Kanada'dan. Şunun o'xshash ham mishallarda mushuning ait qiziqarli qopdi. Mana meyada yana bir qancha davlatlarni deb o'tilgan bo'lsak, Pennsylvania ştatınki GDP'si Saudi Arabiston bilan teng. Ana meyada mavu North Dakota degan shtatninki GDP'si Lebanon bilan teng. Shuning o'xshash buna ait bir qiziqarli bir xarit ekan. Buni bir sizlar bilan ko'rib o'tay deb o'yladim. Mayaqtikilarni men so'zlab o'tmayman. Faqat Amerikadagi barliq 50 necha shtatninki o'sha GDP'larini bu yerda ratlab ko'rsatib chiqdi. Buningdan bir xeyli jiq uçurlarni egallab olgan bo'ldi. Amerikaning iqtisodininki qanchalik kuchli ekanligi bu yerdan chiqib turdi. Endi men yerda ma'noni aqtirib chiqdim. Bu endi Xitoyninki GDP'sini shu Xitoyning o'lkalar bo'yicha taqsim qilgan qanday bo'ldi degan gap. Ama Xitoyning GDP'si biraz tushishga boshlayapti. Ma'ni chiqargan chaqda endi Xitoyninki iqtisodini to'xtamay ko'tarildi deb qiyos qilgan o'xshaydi. Endi hozir tushyapti. Hozirgi ahvol qanday bo'ldi deganda mana bu yerda Xitoyning butun umum GDP'si 13 trilyon atrofida bo'libdi. Uni shu har bir o'lkalarga taqsim qilgan chaqda bu yerda bir qancha cho'ng o'lkalar bor. Masalan, Jiangsu, Guangdong, Shandong, and then meyada Sichuan degan muhil taraqlanganka Sichuan and then Hubei degan mushu o'lkalarda GDP'si biroz yuqoriroq o'lkalar. Endi mana Sharq Turkistonga kelsak, bu Sharq Turkistonninki umumiy GDP'si 182 bilyon dollar. 182 milyar Amerika dollariga teng bo'ldi ki bu endi Xitoyninki barliq o'lkalarni sanaganda qani Mao 22 Tibetning texmi tuvanka Tibet eng tuvan o'xshaydi. Uningdan sal jiqaroq Qinghayga 43 milyar dollar. Uningdan o'ssa Haynan deydi. Haynan deb uningda 72 ga Mao Ningxiaomi biraz tuvanki 55 milyar. Shundaq andigan meyada qani Mako degan bir shahar go mana men Makoning 53 milyardga. Shunga qilganda shu Sharq Turkistonning umumiy GDP'si
keyinde Xitoyning o'lkalarining keyindan sanaganda 6-cı o'rin. Muşundan xabar o'qib qo'yinglar. Shu demak, Sharq Turkistonning iqtisodiy ahvoli yana nihoyat nachar, tuvan. Shuni bilib qo'ysak. Shuning bilan bugungi leksiyarim mishagicha bo'lsin. Sonlarni nihoyat jiq o'qiyotdim bu yerda.